bir qator dori darmonlar, o'ziga kerakli bo'lgan muolajalarni o'tkazdik. Alhamdulillah, bolamiz mana o'rnidan bemalol turib yuryapti. Keyingi safarga shu bolani o'zi mustaqil yurib ketganini ko'rsatadi. Yana bir natijamiz Farruh ismli bolajonimiz. Jizzaxdan kelgan bu bolamiz. Bolajonga boshida gidrotsefaliya tashxisi qo'yilgan, lekin hech qanday shuntirovaniylar o'tkazilmagan, sababi gidrotsefaliyani organizmni o'zi kompensatsiya qilib ketgan. Ammo baribir chaqaloqligida boshida suv yig'ilishi natijasida bolajonda biroz kechikishlar uchragan. Bu bolajon BMP klinikasidagi Alisher Shavkatovichdan lecheniya oladi. BMP klinikasidagi mana masajga kelishi, bolajon boshqa joylarda masajlarda yurgan, lekin aynan BMP klinikasiga kelgandan keyin to'liq yurib ketishi boshlandi. Mana ko'ring natijamizni. Mashalloh, mashalloh. Qo'y, ana shunaqa holatda bolajonim, ke Farruh. Mana xullas shunday gidrotsefaliya qo'yilib turib, shunt qo'yilmasdan turgan holatda ham organizm kompensatsiya berib, bizda bir necha marotaba bizni vrachlarda lecheniyani olgan, bizni vrachlarning tavsiyasi bilan masajlarga qatnagan va BMP klinikasida 9-kun bugun masajini va natijani ko'rib turibsiz. BMP doim natija bilan gapiradi. Agar sizga ham mana shunday natijalar kerak bo'lsa, albatta BMP klinikasiga murojaat qiling Farruh. Ke menga. Sekin qo'yib yuboring. Ke, sekin qo'y. Ke Farruh, ke. Ke jonim, ke. Ke ketamiz Farruh, ke. Молодец, qo'rqma. Qo'rqma. Bemalol, молодец.